Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun men sizlarga listeningni, speakingni oshirish uchun bitta saytning nomini aytib o'tmoqchiman. Bu sayt haqida hozir ozgina ma'lumot beramiz sizlarga. Xo'p, saytimizning nomi Language Reactor. Katalogi bo'ladi, mediasi, misol uchun mana bitta mediani qo'ysak, masalan mana. Xo'p, men Bidenning videosini qo'ydim-da. Xo'p, mana qo'ydik mana misol. So'zni qo'ysak very ham o'qib beradi. Misol uchun juda ham kam, juda ham oz, mana. Yoki polностью mana o'sha tekstni mana about at the time was there's very little focus on Trump's agenda. degan joygacha mana o'sha vaqtda Trumpning rejalariga juda oz e'tibor qaratilayotganda deb polностью tarjima qilib beradi va mana kerakli so'zlargacha chiqarib beradi. Xo'p, subtitle va hokazo hammasi bilan mana shug'ullanib, mana ko'rib, o'zingizdan mana pastida o'rganishingiz mumkin.